Okay. Matching headings. Hop, matching heading savol turi juda ham common. IELTS ham multi-level da matching heading savol turlari keladi. Ayniqsa mana multi-level boyagi 0 holatida matching heading 5 ta part bo'ladigan bo'lsa readingda. Part 2 da va part 3 da keladi. Matching heading. IELTS holatda bo'ladigan bo'lsa, IELTS da deyarli 90% holatda passage 2 da keladi. Passage 2 da. Keyin ba'zi bir passage'larda passage 3 da ham kelib qolishi mumkin, ba'zi bir testlarda. Agar passage 3 da keladigan bo'lsa, matching heading normalniy qiyinlikda bo'ladi. Passage 3 da kelib bo'lsa. Passage 2 da kelishi bu normal holat. Endi bizda matching headingda nimalar bo'ladi? Matching headingda mana bu variantlar beriladi. Hozir men buni qisqaroq reading tanlab oldim, sababi nima deydi? Hozir endi buni educational part bo'lganligi uchun praktikaga sal qiyinrog'ini beraveramiz. Osonrog'ini hozir darsda ko'ramiz. Bu ham nisbatan oson emas. E'tibor bersangiz 7 ta option bor bizda. 7 xil paragraflar. Xuddiki bu yerda mana A paragraf, bu yoq B, C, D va E. Yani A, B, C, D, E 5 ta paragrafimiz bor. Ya'ni mana bu yerda 7 ta, bu yoqda 5 ta. Demak 2 ta paragraf qanaqa? Ortiqcha. Endi e'tibor beringlar, bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Qarang. Each option could have two possible answers. Har bitta optioningizda ikkita ehtimoliy javob bo'ladi. Ya'ni masalan aytaylik, A paragrafni o'qiyapman. A paragraf optionim bo'ladigan bo'lsa, unga A paragrafga meta pastdan nima deydi? Anna mana 3 tushayotganga o'xshamaydi, yo 3 bilan 5 tushayotganga o'xshab qolishi mumkin masalan. Tushunyapsiz? Ya'ni u yerda masalan test tuzuvchilardan ham to'g'ri tushunish kerak. Sizni qanaqadir qilib qopqonga tushirish kerak. Ya'ni masalan bitta B paragrafni o'qiyapsiz, B ga допустим qarang. Could have two possible answers, men aytishim kerak, at least da mana. Kamida ikkita variant borga o'xshab turadi. Ya'ni ikkita variant borga o'xshab tursa bu nima degani? Ya'ni u yerda 3 ta variant bo'lishi ham mumkin. Tushunarli? Siz olmoqchi bo'lgan variantga o'xshaydi ekan. Endi bu nima bo'yicha bo'ladi? Masalan aytaylik, success degan so'z berib qo'yadi-da, masalan success. B paragrafda qayerdadir success degan so'z bor. Lekin u aynan o'sha butun paragrafga ma'lumot bermaydi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. List of headings da, masalan mana ko'ryapmiz, A paragrafni polnosti o'qiysiz, e'tibor beringlar yaxshilab. A paragrafni mana polni hammasini o'qib bo'lgandan keyin bu bo'yicha olingan sizning tushunchangiz, xulosangiz, ya'ni summary sifatida olgan ma'lumotingizni mana bu yerdagi variantlar birga moslaysiz. Ya'ni mana shu narsani aytib qo'yishim kerak, e'tibor beringlar. Mana men yozyapman. Qayerga yozsam bo'larkan mana. Not based on a single word. Hech qachon bir dona so'zga asoslanib javob olmaymiz. Ya'ni nimaga asoslanib? General context of the paragraph. Paragrafni umumiy kontekstiga asoslangan holat javobni olishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni umumiy kontekstga asoslanib javobni olamiz. Xo'p, endi birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishingiz mana bu yerda berilgan variantlarni o'qib olish. Agar ikkita bir-biriga o'xshashlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'rtasiga farq topib olish. Ya'ni masalan ikkovi bir-biriga o'xshayapti. Masalan mana B da success degan, qaysinari successga doir so'z bor. Bu yerda mana 1 dan 7 gacha bo'lgan, o'sha ikkovini bir-biridan nima ajratyapti, nima farq qilyapti. Agar tekstda kelib qoladigan bo'lsa, siz nima deydi? Qanday qilib bir-biridan farqlaysiz? Mana shu narsa muhim. Birinchisi mana steps deb yozib olaman shekilli, bo'shroq joyiga. Mana qaranglar. Matching headings. Qarang, matching headings. Steps. Qadamlar. Mana birinchi qiladigan ishingiz read the heading options. Mana heading optionlarni o'qib olasizlar. Heading optionlarni o'qib olamizda. Va undan keyin qarang. See the difference between similar options. Bir-biriga o'xshash bo'lgan variantlar o'rtasida nimalardi? Farqni ko'rib oling, farqni biling. Ikkinchisi bolalar qarang. Try to predict what masalan qaranglar. Potential
context of the paragraph. Qarang. Variant o'qiganingizdan keyin ehtimoliy kontekstini iloji boricha predict qilib ko'ring. Mana shu narsa ham bor, juda muhim. Oldindan siz kuting. Masalan, listening readinglarda ham aytamiz. Bo'sh joy bergan bo'lsa, aytaylik, artikel qo'ygan. Masalan, mana artikel qo'yapti-da, chiziqcha qo'yib turib is needed in the kitchen deb qo'ygan masalan. Oshxonada nimadir kerak. Masalan, listeningda beryapti. Endi o'shani oshxona nimadir kerak desa, ekan nima olasiz? O'ylab ko'rasiz. Oshxonada nimadir kerak. Demak, qanaqa oshxona jihozimi? Demak, hozir eshitib turganimda oshxona jihozini gapiradi. Masalan, microwave deydimi, yoki fridge deydimi, yoki yana nima? Yoki qanaqadir cutlery degan so'zimiz bor, boyagi nima? Vilka, qoshiq, qanaqa pichoqlar suqib qo'yasizlar. Nima deydi o'sha o'zbekcha hammasi? Sushilka. Javona sushilka emas. Sushilkasi yoki bu ha. O'shanaqa nimasalar siz kutasiz oldindan predict qilasiz. Hozir endi mana variant o'qiganingiz sari siz ham predict qilasiz. Masalan, qaranglar. Birinchisi aytayapti, tekstimiz nomi nima? Pedestrians only. Shuni ko'rib oldim. Faqatgina nimalar? Piyodalar. Nima aytayapti? How free traffic free shopping street develops. Qanday qilib trafikdan xoli degani borlar, mashina yurmaydigan. Qanday qilib mashina yurmaydigan shopping streetlar develop bo'lgan, rivojlangan. Endi nima aytayapti? Birinchisi, facing local opposition. Mahalliy qarshilikka yuzlashish. Bu nima haqida gap ketishi mumkin? O'ylayapman. Mahalliy qarshilik demak, mahalliy degan local, o'sha hududdagi qarshilik demak, qanaqadir qarshiliklar bo'lgan. Masalan, mahalliy qarshilik degani mahalliy aholi qarshi chiqqan bo'lishi mumkin, nimadir qilishga. Tushunyapsiz? Masalan, aytaylik, mahal anaqa letterlarimiz bor-ku, mahalladagi aeroport qurmoqchi, unga qarshilik qilib yoz deydi masalan. O'sha mahalliy aeroport qurishga mahalliy qarshilik, demak shu haqida gap ketish kerak. Endi hozir bu qanaqa qarshilik biz bilmaymiz. Keyingisi, some reasons for success. Muvaffaqiyat uchun ba'zi nimalar, sabablar. Endi o'ylayapman, demak, muvaffaqiyat bo'lgan o'sha paragrafda nimadir amalga oshdi, muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi o'shani sabablari. E'tibor bering. Mana bu yerda reasons deyapti. Sabablar. Bo'lmadi deganda kamida nechta? Ikkita sabab ketish kerak hozir bu yerda. Keyingisi, winners and losers. Endi bu winners and losers kimlar? G'oliblar va mag'lublar. Endi qarang, bu bizning tekstimiz hozir qanaqadir poyga yoki qanaqadir game haqida emasda. Winners and losers masalan bunday olib qaraydigan bo'lsak, haligi metaforik kontekstda o'xshatish qo'yayotgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, aytaylik, kimlardir bitta vaziyatdan yutyapti, kimlardir mag'lub. Masalan, haligi koronavirus paytini oladigan bo'lsak, haligi onlayn ta'lim qiluvchilar winners, offlinechilar losers. Tushunarli? Ana shu holatda. A need for change. O'zgarish uchun muhtojlik. Okay, demak, o'sha bitta vaziyat bor, u o'zgarish kerak. O'shanga muhtojlik bor. O'shani men tushunyapman. An experiment that went wrong. Experiment xato ketgan. An experiment degan masalan reaksiya kimyoviy narsalar portlatish emas. Oddiy nimadir masalan men hozirlarga bolalar davayte deyapman, masalan proyektorda deyapman, teskari qilib o'tib ko'ramiz darsni. Qani nima bo'lar ekan, tushunarsizlarmikin deyapman masalan. Sizlar kallalarni qiychatirib tepaga qarab qarayapsizlar masalan. Yonboshlatib qo'yamiz deyapman. Eksperiment qilib ko'rdim, qarasam bo'yinlarni yopib olib, eksperiment yemadi. It went wrong deyish mumkin. An idea from ancient history. Qadimiy tarixdan kelgan bitta g'oya. Demak, o'sha g'oyani o'tmishdan oladi. Shunaqa ma'no ketish kerak. North America learns from Europe. Shimoliy Amerika Yevropadan o'rganadi. Mana shunga o'xshagan kontekst bor. Endi hozir mana buni iloji bo'lsa, o'zlaring mana praktika qilayotgan paytda qilinglar. Oldindan shoshilmanglar. Praktika qilayotgan paytda bolalar, quality is more important than quantity da. Miqdordan ko'ra sifat oshiq har doim. Nima demoqchiman? Endi bu narsa, bu kontekst masalan hamma joyga tushadi, ba'zi joylarda tushmay qolishi ham mumkin, lekin aynan readinglar bo'yicha men shu narsani afzal ko'raman. Men hayron qolaman, masalan, Cambridge'larni tugatib yorib turib ham levelni 5.5 reading oltidan oshmaydiganlar ko'pda. Cambridge 18 ta kitob tugatib yorib. Actuallardan ham tugatib yoradi. Nimaga? Chunki u ishlayvergan, bu yog'iligi hali yetganda ketavergan. Hech ham analiz ham bo'lmagan, o'z ustida ishlash bo'lmagan. Sizlar borlar, you have to make progress. Not test yourself. For example, if you are doing this passage by yourself, by setting time, right?
I mean, you are just reading it and you are doing the passage. It's only testing yourself, everybody. You have to make progress. What is making progress? You have to work on each of the options, understand them, try to see the difference, and try to predict what could be the potential context of the paragraph. So this is what you have to do in order to improve your score. Endi balni oshirish uchun bola iloji yo'q. Mana shunaqa usullardan ketmasak bo'lmaydi. Hozir masalan my job is not only giving you kind of, passages and answering your questions. It's about showing you the right path, the right passage, all right? The right track that you can go on. Ya'ni men ishim bo'lar, masalan sizlarga mana analiz qilib, metamo chiqadi deb qo'yish emas, sizlarga to'g'ri yo'ldan ko'rsatishdi. Mana men sizlarga o'rgatyapman. Mana shunaqa ishni qilinglar. Oldindan predict qiling. Listeningda ham, readingda ham bo'lar. Ancha yordam beradi. Kerak bo'lsa-da, ba'zi holatda mana bizda bo'lib turadi, listening qilayotgan paytda oldindan predict qilamiz, javob to'g'ri chiqib qoladi. Ko'pincha. O'zi masalan optionlar ham kam bo'ladi-da. Masalan, kuni listening qilganda ham bunaqa bo'ldi. Xullas house deyapti should have its own something. O'zini nimasidir bo'lish kerak deyapti. O'zini nimasidir bo'lish kerak degani, u narsa boshqalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Lekin o'zida bo'lish kerak. O'zida nimasi bo'ladi desa, 3 ta variant keldi xolasda. Masalan, ba'zilar parking space deyishdi. O'zini parking space bo'lsin. Haqiqatda shunaqa bor. Yoki garden deyishdi. Masalan, kvartira etajli uylar pastda bog', огород bo'ladi. O'sha o'ziniki bo'lishi kerak. Qolganlarga ham bo'lishi mumkin-da u. Endi masalan, dush deya olmaysizlar. Dush o'ziniki bo'ladi zotan, birovlarga bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Balkon deya olmaysizlar. Balkon o'ziniki bo'ladi. Zoti. Masalan, keyin garaj deyishdi, bo'ldi. 3 ta variant edi, boshqa topa olmadik. Javob garaj chiqdi. Masalan, haligi bunaqa savollarim berib bitta listeninglarda aytaylik, you should be something deydi, men chiziqcha when speaking to public. Publicga gapirayotgan paytda qanaqadir bo'lishing kerak. Masalan, qanaqa bo'lish kerak deb sifat aytib ko'ringlarchi. Mana publikaga gapirayotgan paytda deyapti, omma oldida gapirayotganda qanaqadir bo'lishing kerak deb. Formal, confident. Masalan, men confident o'ylab turdim hozir. Masalan, confident o'ylab turdim, допустим, confident javob olib olish mumkin. O'ziga ishongan bo'lish kerak. Tushunapsizlar? Ya'ni oldindan ozgina payqab tursalaring, bo'lmadi deganda bolalar xato narsani olmaysizlar-da. Umuman xato. Masalan, hozir men uni winners and losers qarab turib, bitta there was a race deb qo'ygan bo'lsa, poyga degan so'zga qarab turib winner loser olib kelmaysizlar-da, bo'lmadi deganda. Ketib ko'ramiz endi. Okay. So, the concept of traffic-free shopping areas goes back a long time. During the Middle Ages, traffic-free shopping areas, known as souks, were built in Middle Eastern countries to allow people to shop in comfort and, more importantly, safety. Xullas, o'rta asrlarda traffic-free shopping area. Traffic-free degani o'sha mahallada, ko'chada mashina bo'lmaydi. Mashinasiz, xullas, u paytda otaravalar bo'lgan, otaravarlarsiz ko'chalar, hududlar bo'lgan ekan, o'rta sharq mamlakatlarida odamlarga qulaylikda nima qilish uchun shop. Ya'ni bozor qilish uchun. Komfortda va bundan ko'proq nima? Safety. Safety nima degani edi? Xavfsizlik edi. As far as 2000 years ago, 2000 yil oldin road traffic, demak, Rim shaharlarida band qilingan, imkon berish uchun movementiga va faqatgina tunda imkon berilgan ekan, magazinlar bekilgan paytda. Ko'plab shaharlarda lekin pedestrianlar majburlangan ekan streets with horses, otaravalar bilan ko'chalar ulashishga. Okay, I think the answer is pretty obvious. Juda ham haligi javobi aniq o'xshayapti menga. Qaysini bo'lsa, facing local opposition va hokazo. 6 ga nima deysizlar? 6 ga o'xshayapti. Tarixdan mana 2000 yil oldin, o'rta asrlarda degan so'zlar ketyapti, demak 6 ga tushadi. An idea from ancient history. Ancient degan tarixiy mana 2000 yil oldin ancientga tushadi. Masalan 1900-yillarda ancient bo'lmaydi. Tushunarli? Qadimiy tarix endi o'sha Tutanxamonlar paytiga to'g'ri kelgan. Endi keyingisi ko'ryapmiz. The modern traffic-free shopping street was born in Europe in the 1960s.
when both city populations and car ownership increased rapidly. Okay, dirty exhaust fumes from cars. So this is what harmful gases. All right, harmful gases from cars and the risks involved in crossing the road were beginning to make shopping an unpleasant and dangerous experience. Ulas nimalar? Mashinani zaharli gazlari, tutunlari va xavflar yo'l kesib o'tganda o'sha unpleasant va yoqimsiz experience ga aylantirib qo'yibdi. Many believed the time was right for experimenting with car fuseries. Qarang, ko'pchilik ishonibdi, demak o'sha vaqt keldi deyishibdi-da. Time was right. Experiment qilib ko'raylik car free streetlarni deyishibdi va shopping hududlari eng zo'r nimaga o'xshab ko'rinibdi. Joyga o'xshab ko'rinibdi. Mana experiment 5chi. Xato ketgan experiment. Bitta hali xato ketganiga gap ketmayapti. Mana ko'ryapsan, experiment bor. Agar eksperiment demakka qarab olsang, sal toshib kelsa, javob berish xato bo'ladi. Endi hozir nima bo'lyapti? Xullas, mashinalar muammo tug'diryapti, demak, davayta sinab ko'raylik deyishyapti. Endi qaysiga o'xshayapti? A needs for change. Demak, B ga qaysi to'g'rimi? Yes. Okay, the next one. At first, there was a resistance from shopkeepers. Magazinchilardan qarshilik bo'libdi. They believed that such a move would be bad for business. Bu harakat biznesga yomon debdi. Chunki masalan, magazinchilar ko'chasida mashinani bekitib qo'ying. Odam mashina kirmaydi deb o'ylashadimi? Xullas, ular biznesiga ta'sir qiladi. Shunaqa deb o'ylashdi. They argued that people would avoid street if they were unable to get to them in their cars. When the first streets in Europe were closed to traffic, there were even noisy demonstrations. Mana demonstration deganligi namoyishlar ham bo'libdi. Davayte to'xta degan namoyishlar ham bo'libdi. As many shopkeepers predicted they will lose customers. Ular o'ylabdiki, xaridorlarimiz yo'qotamiz deb o'ylashgan ekan. Facing local oppositions. Yeah. Endi boshqasiga tushmaydim. Yo'q, mana mahalliy qarshilikka duch keldi. Chunki mana ular to'polon qilishyaptimi, davayte deb. Alright. So the next one. However, research carried out afterwards in several European cities revealed some unexpected statistics. Lekin qarang, tadqiqotlar, mana qarang, bunday narsada multiple matching heading debda nima? Plus tarafi o'rganish kerak bo'lgan narsa. Mana gap boshqa kelayotgan bog'lovchilar ham ko'p narsani bizga aniqlab beradi. Linkerlar ham. Masalan, hozir bu however bilan boshlayapti. Nimaga however deyapti? Chunki tepadan nima deydi? Xullas, magazinchilar davayte to'xtataylik, yopaylik, u bu deyishatiradi. To'g'rimi? Demak, ular o'ylashdiki, customerlar yo'qolishadi. Xullas, ular biznesiga zarar keltiradi. Lekin bu however degani, demak, ana tepadan teskarisi bo'lib chiqyaptimi endi? Demak, u biznesiga juda yaxshiroq o'xshab mana signalda mana shu ham however. Javob olish sizga. Research carried out afterwards in several European cities reveals unexpected, kutilmagan statistikalar berib qarang. Myunxda, Cologne va Hamburgda visitor shopping increased by 50%. 50% oshib ketibdi keluvchilar. Copenhagen'da asosiy shopping streetidagi shopkeeperlar report qilibdiki, saleslar 25-40% ga oshib ketibdi. Ular USA'da shopkeeperlar were so impressed, hatto hayron qolishdilar when they learned this that they even offered to pay for the construction and maintenance costs of their own traffic-free streets. Ha, ular hattoki qarang. Taklif qilishibdi, quraylik shunaqa traffic free streetlar quraylik deb o'zlaridan tanib chiqish boshlabdi bulardan. Tushunapsiz? Endi to'xtanglar. 5 ta xato ketdi, yo bu yerda xato ketmadi hozir. 7 Shimoliy Amerikada Yevropadan o'rganyapti. Ha, men qaranglar. Haqiqatda shu tushar ekan. Mana bu yerda aytayapti-ku, we're so impressed to learn this. Mana qarang, this nima degani? O tepada ketadigan polni gaplar bor-ku, shunga ishora qilyapti-da. Ular Kopenhagenlar qayerda? Gamburglar. Nimadan? Germaniyada bo'lsa kerak bular. Myunxlarda. Xullas mana Yevropa shaharlarida mashnaqa qilishibdi. Keyin USA buni o'rganib olibdi-da. Davaychi biz ham quraylik deb aytish boshladi. Demak, Shimoliy Amerika Yevropadan o'rganyapti. Haqiqatda Shimoliy Amerika nimada? Nima o'sha yerda-ku, USA. Ano Braziliya, nimalar, Chililar pastda, Janubiy Amerikada. Okay, demak bunga 7 bo'lar ekan.
Mana ko'ryapsizlar, zo'r savol bergan ekan. Endi bir dona quvvat tashkillaydi hech bo'lsa. Bana. With the arrival of traffic-free shopping streets, many shops, especially those selling things like clothes, food and smaller luxury items prospered. Qarang, prosper degani gullab yashnamoq. Xullas traffic-free streetlar kelganda ular gullab yashnashibdi. Unfortunately, it wasn't good news for everyone, as shopping, selling furniture and larger electrical appliances actually saw their sales drop. Haligi furniture sotadigan, larger electric appliance, haligi uy jihozlar sotadigan, masalan, kir mashina, sotadiganlarni nimasi saleslar tushib ketibdi. Chunki ularni mashina bo'lmasa olib chiqib bo'lmaydi-yu. Sotib olgani foydasi yo'qda. Okay. Mana ular yes. Mana ular prosper qilibdi, mana ular drop qilibdi. Ya'ni bular winner, mana ular kimlar? Loserlar. Shunday qilib mana 3 ga javob bo'ladi. Tushunarli? Shu holatga ketadi.